Sharq Turkistonda davom qilayotgan zo'r ko'lamlik siyosiy bostirish harakati jarayonida Xitoy hukumatining Uyg'ur tili va Uyg'ur madaniyatini asosli hujum nishoni qilayotganligi ko'plab ma'lum bo'lgan edi. Yaqinda Xitoy hukumatining bu jarayonda Uyg'urlarga cho'chqa go'shi yegizishga qanchalik zo'r kuch chiqarganligi yana oshkorlandi. Zimiston to'rining 14-aprildagi maqolasida ko'rsatilishicha, Uyg'ur diyorida o'qituvchilik qilgan bir Xitoy hozir bu jarayonda Junxo madaniyati o'zlashtirish nomida Uyg'ur o'quvchilarni cho'chqa go'shi yeyishga rag'batlantirishning avji olganligini so'zlab bergan. Bo'lib Xitoylarning tavuz chag'iniga o'xshash koni bayram kunlari kelganda Uyg'ur o'quvchilarning cho'chqa go'shi etilgan tomoqlarni yeyishi vatanparvarlikning bir turlik mazmuni qilindi ekan. Sharq Turkistonning janubida xizmat qilgan bu Xitoy o'qituvchi mundaq degan: 2019 mayda Uyg'ur o'quvchilarga kommunizm ideyasini singdirish va Xitoy an'anasini o'rgatish uchun maxsus dars ochildi. Bu kursda Uyg'ur o'quvchilarga o'z madaniyat va an'anasining o'rnini Xitoy madaniyatining elish kerakligi haqida dars o'tildi. Uyg'urlarning nopsi yetkiganligi uchunmi yig'ilish lageriga qamalganligi o'ttirg'i chiqdi. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Tekes nahiyasida qassoblik qilayotgan bir oila tijoratini G'ulji shahrida davomlashtirish uchun 2010-yillarning 5-ida G'ulji shahriga ko'chib kelgan. 2017-yili Sharq Turkistonda lagerlarga odam to'plash boshlanganda ko'chma nopsdagilar asosli bir nishon bo'lgan. Natijada bu oiladagi er-ayol birlikda lagerga akitilgan. Lagerdagi atalmış tarbiyalash va tekshirilish davomida oila ayoli Aygul Turaxunning qo'l telefoni orqali atalmış diniy asabiylik mazmunidagi bir materialni bir qancha tanishlarga yo'llaganligi ma'lum bo'lgan. Bu qilmish milliy bo'lgunchilikka quturtish va davlat bexatarligiga xavf yetkazish deb qaralgan. Doiralar so'zsiz chiqarilgan bu hukm orqali Aygul Turaxunni 2019-yilning 5-ida 10 yillik qamoqqa hukm qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning Dunyo sahiyat tashkiloti mablag'ini to'xtatganlikdan qattiq andish qilganligini e'lon qildi. Amerika prezidenti Donald Trump tunugun Dunyo sahiyat tashkilotining Xitoy virusni dunyoga tarqatishda og'ir mas'uliyati borligini va bu tashkilotning bu jihatda dunyoni qaymoqtirayotganligini aytgan edi. U mundaq dedi: "Bugun men hukumatimni Dunyo sahiyat tashkilotiga ta'minlagan mablag'ni to'xtatishga buyuryapman. Bu yerda nima ish bo'lganligini hamma odam biladi." Trump bayonotida yana davlatining Dunyo sahiyat tashkilotini har yil 400-500 million dollar atrofida mablag' bilan ta'minlaydiganligini, Xitoyning bo'lsa 40 million dollar bilan ta'minlaydiganligini ko'rsatdi. Yana bir tarafdan Eron tashqi ishlar ministri Zarif Amerika prezidenti Trumpning Dunyo sahiyat tashkilotining mablag'ini to'xtatish qaroriga norozilik inkosi qaytardi. Amerika Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti Tashqi ishlar komitetining raisi Yang Jiechi bilan telefonda so'zlashib, yangi tipdagi Xitoy virusi yuqumiga unumli taqobil turish uchun ochiq-oshkor bo'lishni va hamkorlikni ta'kidladi. Amerika Davlat ishlar kotibi bayonotchisi Morgan Ortagus Pompeo va Yangning ko'rishishi to'g'risida yozma bayonot e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, Ministr Pompeo COVID-19 yuqumiga qarshi turish va kelgusidagi tarqalishning oldini olish uchun to'liq oshkorlik va uchurdan o'rtaq bahrilanishning lozimligini ta'kidlagan. Bayonot yana mundaq deyildi: taraflar yuqumni tugutish, yer sharining sog'lomligi va farovonligini asliga keltirishga qo'shildi. Fransiya tashqi ishlar ministri Le Drian Xitoy virus krizisiga taqobil turishda Dunyo sahiyat tashkilotining funksiyasida kamtiklik borligini ko'rsatib, xalqaro sog'lomlik uchun yangi ko'p tarafli moslashtirish sistemasi o'rnatishni talab qildi. Chorshanba kuni Fransiya Kengash palatasi tashqi ishlar komitetining isbot anglash yig'inida Le Drian mundaq dedi: Dunyo sahiyat tashkilotining harakatida haqiqatan inkos qaytarishga tegishli rayonlar bor. Masalan, bayqash, baldur ogohlantirish va uchir egilash va o'lcham belgilash iqtidori qatorliqlar.
Lekin Ledran yana buning Dunyo səhiyyə təşkilatının başqurğucusunun məsuliyyəti emasligini, buning organ məsuliyyəti masalasi ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Ledran mundaq dedi: "Navbatdagi krizis har qaysi davlatlarning asosli xalqaro tashkilotlarning roli va iqtidorini qayta tekshirishga yo'l qo'yish kerak." Gollandiyada 54 Turkiya fuqarosi Xitoy virusida qazo qildi. Turkiyaning Gollandiyadagi bosh elchisi Shaban Deshli bayonot e'lon qilib, mamlakat bo'yicha 54 Turkiya fuqarosining Xitoy virusi yuqumi sababli qazo qilganligini aytdi. Gollandiyada 400 mingdan ortiq turk yashaydi. Yana bir tarafdan Gollandiyada Xitoy virusi bemorlarining soni yaqinqi 24 soat ichida 734 kishi eshib, 28153 ga yetgan. 189 odam qazo qilgandan keyin qazo qiluvchilarning soni 3134 ga chiqqan.